Assalomu alaykum hammaga, Ferzuz kanalining obunachilari. Mana bugun biz Qashqadaryo viloyati Sharsabz tumani Chorshanba mol bozoridan syomka bo'lyapti do'stlar. Bugun sanamiz 13-mart, hafta kuni payshanba. Har payshanba kuni bo'lib o'tyapti. Soat vaqtimiz 1 dan 4:05 gacha davom etyapti mana shu bozor. Mana tepadan ko'rinib turibdilar. Mana shu yerdan ona bola sigirlarni olamiz. Kichkina buzoq, ho'kiz, oxiri qo'yichkilar olamiz. Like bosib turinglar. Obuna bo'lib qo'yinglar, obuna bo'lmaganlar do'stlar. Mana shu tarafdan eng qimmatidan eng arzon, eng kichkina mayda buzoqlar nech pul bo'lyapti, ho'kichalari nech pul bo'lyapti, urg'ochi qancha bo'lyapti. Eng qimmatidan eng arzonigacha olamiz. Kichkina buzoqlarni arzonidan so'ragan obunachilar o'sha. Do'stlar, like bosib turamiz maksimalni. Ertaga kitob bozori bilan nasib bo'lsa, muntazam ko'rib boramiz do'stlar. Narxlarni tanishib, qani boshladik. Obuna bo'lgansizmi menga? Ha, like bosyapsizmi? Mana obunachilar. Qayerga salom aytasiz? Irkutska shakar. Ya, Rossiyaga tanishlar qayerdan? Irkutskadan. Bo'ldi. Mana taniganlar like bosib yuringlar mana shakaga. Bo'ldi. Qo'ydik. Ot obzorni ololmay qoldik. 11 millionga ot ketdi mana shuga. Qo'ycha turuvdi. Bir akamiz olibdi 11 millionga. $25 million aytilyapti. Bak qaydan ketib qolyapti? 10 ta suti bor. 25 million ikkinchi qorin dedi. Mana balachasi mana shu. Nechinchi qorin? Ikkinchi dedingizmi? Ikkinchi urg'och abi. Bozor qancha qildi aka? Bozor 21 million baho qildi. 25 million aytilyapti akamiz. Sut qancha bergan sut? 8 tadan oshkora suti bu ertakich. Ertakich balasidan tashqari 8 ta. 21 million qilgan balasi urg'ochi. Baho berib qo'yaverasiz. 16,5 bozor qilgan ki. Balasimi urg'ochmi? Balasi urg'och. Nechinchi qorin? 3-chi qorin. 16,5. 3-chi qoringa. Yaxshi. 7-8 ta suti bor. Balasi urg'och. 16 ga berasizmi? Ha, berilmayapti. Ozroq qo'shilsa berasiz, shundaymi? Ana 1.25 bo'ylariga 3-chi qorin. 16, 16,5, 17 bo'lsa ketadi. 17 bo'lsa ketadi-da. Berasizmi? Ha, keyingi sigirimiz. Bu qancha bo'ldi aka? Ha? 7 qildi. 25. Yaxshimi? Bo'lmas. Balasimi? Bu kucha. 20 aytyapsizmi? 25 baho aytyapsiz. Birinchi qorin. Nechi qildi bozor? Hozir kiribsiz. Baho qilmadi hali. 25 million aytilyapti. Buni qancha qildi aka? Berilmayapti. 25 aytilyapti. 23 millionga puli chiqdi, berilmayapti. Berib qo'yasizlar. 1.25, 1.28 ham chiqar ekan. Mayda sigirmas. 7-8 ta bor sut ha. Balasi urg'och edimi? 23 millionga puli chiqdi. 88lik 88lik 435 435 0993 0995 93 oxiri. Qayerdaki? Mo'minotniki. Mana akamiz dehqonlar 23 millionga puli chiqqan, shundaymi? Nechinchi qorin dedi? 3-chi qorin. 3-chi qorin. Mana narxi yoqqan bo'lsa qiziqib mana sotildimi, qaytdimi deb bog'lanib agar olishlari mumkin. Bo'ldi aka, mana savdoyingiz bersin. Ona bola sigirlar serob chiqibdi bugun.
Bakalım buyurasılar. Qancha bordi bu qizil istonimiz? 35. Bu kichon balar. Urg'och. 35 ming. Pul bozor qancha qildi? Bozor qancha qildi? 25 yarimga berilmayapti. Kattasi kerak. Aybi sut ko'p bergani. Nechi bo'lyapti aka? Balasi ukicha. Balans ha, u kishi. Nechinchi qorin? 2. Birinchi qora. Birinchi qorin. 30 million kam bu 24 yarimga yo'q. 24 yarimga bermadi. 102 aka. 12 suti bor. Birinchi qorin. Buru 28 da bor ekan bo'ylariga. Yaxshisiga. 24. Bir 200-300 qayran qo'shsa beraverasiz buni, Ay kelishamiz aka. Kelishasiz. Nomer aytasizmi bunga? Yo, 77lik 77lik 093 093 1507. 1507. Uymoqdi moli. Uymayapti mana. Narx qiziq bo'lsa, balasi u kichikda. Birinchi qorin u kichik. Qiziq bo'lsa telefon qilaverasiz. Rais bu, assalomu alaykum. Yaxshi. Siznikimi? Balasi bumi? Necha aytilyapti? 3 oylik. U kichik. Nechinchi qorin? 4-chi qorin. Necha pul aytyapsiz? 50 million. Qo'rqitmang odamni, kelishtirib ayting. 3-chi qorin dedingizmi? 4-chi qorin. Ha, 4-chi qorin. Bu g'ozmi yana? Sut qancha bergan? 10 litr suti bor. Kattasiga biri 30 dan chiqar ekan deyman. Biri 30 kattasiga. Balasi kichik. Bozor necha qildi? Real. Bozor real 38 qildi. 8 million qildi. Nomer aytib qo'ying. Nomerda hozir aytaman. 88lik 619 619 1101. 1101. Ha. Qayerdiki? Tepardiki. Ha? Lenin Tepar. Tepardiki, Lenin Tepardiki. Sotildi. 37 million chiqqan ha. Jazma 37 million chiqqan. Lekin balasini ham hozir juvon $1000 ga oladi balasini. $1000 ga oladi. Qochgana o'zi qorniga ham balasi. 3 tada endi bunday olib qarasa. Endi ichida ko'rinmayapti-da. Valla savdoyingiz bersin mana 50 million aytilgan 37 million bozor qilgan jazma. Qo'yib berib qo'yarasizlar. Katta sigir. Biri 30, biri 35 ham chiqar ekan. Erta kichik 12 ta suti bor. Ya, hamma tushyapti mana. Tura ayna bor. Keyingi sigirimiz biz sementalga kirmaydi-ha bu. Chatishmi? Ala bilayki. 18 qildi. Nechinchi qorin? Ikkinchi qorin. 18 bozor qildi. Necha pul aytyapsiz? Balasi kichik ekan. Buni qancha qildi? 19 million. Bu g'ozmi? 7 oylik to'q bu g'oz. 19 million bozor qilgan. 7 oylik to'q bu g'oz nima? 2 yilin. 7 oylik to'q bu g'oz bu. 3 ta ekanmi? Ha, 4 ta ekan, 4 ta ekan. Yilini tutda. 4 ta ekan. 7 oylik to'q bu g'oz. Buni 16,5 dedizmi? Buni 18 ga yo'q. 18 ga yo'q, ina bala. Ina bala. Bu to'q bu g'oz. Yaxshi. Ha, qisirga boqilgan. Jivoyga qancha bor aka? 400 bormi? Jivoyga boqilgan ekan. 23 dedizmi? Puli 23,5 ga chiqdi. Biri 30 bo'yiga. Katta qisir tana boqilgan bu go'shtga. Arqalar. 23 necha aytyapsiz aka? 25. 23 millionga jazman chiqdi, ha? Yarimga ham jazman. 23,5 ga. Qo'yib berib qo'yarasiz. Tug'magan qisirga boqilgandi. Jivoyga 400. Tamam, shvet birinchi tug'ishi zo'ridan deganlar uchun 28 millionga puli chiqdimi aka? 28 millionga. Necha oylik?
3 oylik. 3 oylik to'q bo'g'oz. 30 aytilyaptimi? 35 aytilyapti. Bu ham biri 35. Biri 40 ham chiqayganmi deyman. Katta shu tanamiz. 3 oylik bo'g'oz. 240 kilo suyak bu. Urg'ochi qancha bo'lyapti savdoga? 10,5 necha yarim? 10,5 ga. 10 million 500 ming so'rayapman aka. 10 million 500 ming so'rab turibsan. Yaxshilab oling shu ojonim bilan. Jamoat So'rayapsiz. Bosing ham barakasi isboti bilan bo'lsa. 11 bo'lsa ol deyaptilar. Ha, 11 bo'lsa 5 olsin. oylik buzov aka. 5 oylik buzov. Ha, tug'magan. 125 bo'yiga. 10,5 million so'mga ollik shu. Bosing isbot bilan bo'lsa. Yeringda, kelingda. Ha, savdani ustiga 10,5 ga. Qizimas, 10 emas, 10 million 500 ming. qayga bo'lsa ballarim aytadi mallar nomon aytadi dada qayga bo'lsa deydi tushuntirasiz Yaxshida nima yo'q. Xullas 10,5 ga mana savdosi bo'lyapti. 11 bo'lsa ol deyapti akamiz. Chiroyli ona. Shved parodasi tanaygan. Chiroyli shvedchamiz 120. 12 million aytilyapti. 10 million 200 qilla aka deyapti. Mana baho berib qo'yasizlar. Mana shunaqa shved tanalaring bo'lsa 10 million 200 mingga bozor qilib turibdi mana shunaqalar. 120 chiqadi bu yerga. Chiroyli shved tana. 12 million aytib turibdi. Kichiklar yosh o'rnojinlar tanishib davom etamiz do'stlar. 8 million, 7,5 million savdosi bo'lib turibdi. 7,5 120 chiqadi ya. 7,5 savdosi bo'lyapti. Egasi 8 million bo'lsa o deyapti mana. Baho berib qo'yasizlar 120. Mana shunday tanalaring 7,5 8. Mana shu atrofga sirop mana shunaqalar 7,5 8 ga olaverasizlar. Bu bo'lgan foydasi yo'q. Kichikroqlardan, arzonlardan olamiz hozir. Eshpil eng arzondan so'raymiz. Kichigi qancha ekan aka? Eng kichigi 5. bozor qancha qildi mana bu? 4 million so'ramiz. Simental qancha so'radi? Siment mana bu kichami? 6 ga yo'q. Yo'q, 6 millionga. Bu kicha. Ya bu kicha. Gidita bir 90 santimetr chiqadi-da. 6 millionga bermagan bo'lsa. Urg'ochi qancha bo'ldi? 6. Bozor qancha qildi? 6,5 7. 7,5 so'radi. 7,5 mana shunaqa standart ketadi. 7,5. turmlar 100-200 so'rayapti 4 million 100, 4 million 200. Ha, berasizmi? 4 milliondan 8 million beraman sen. yo'q Bermaysizmi? Nech pul bo'lsa berasiz aka? 4,5 dan. Mana eng kichik, eng arzon buzoqlar. Mana nech pul dedingiz? Siz narxini ayting. 5 million. 5 millionga berasiz. Buni qancha berasiz? Buni 6 million. Biza dehqonmiz aka. Bizga bo'lishini ayting qani. Nech pul bo'lsa urg'och, ha? Urg'ochi. Mana men dehqon keldim. Mana shunga 4,5 million beraman, berasizmi? 5 million. 5 ga ham yo'qmi? Buni qancha berasiz? 5 million. Ikkovi jupiga 10 millionmi? 10,5 bo'lsa berasiz, ha? Mana. 10 millionga ham yo'q. Oddiy. Bu qancha? 4 million. Urg'ochi 4 millionga berasiz, ha? Va bo'layotganini aytib qo'ydi akam. Gidetda bir 80, 90 santimetr. Urg'ochi, ha? Urg'ochi 4 million. Shu bichamiz. 7 million bozor qilyapti. 7,5 bo'lsa olsin kim bo'lsa deyapti. Urg'och. 1 metr, 1,5 ham beramiz. Qancha savdosi bo'lyapti ekan? Bu kichi. Qancha savdosi bo'lyapti buni? 95 million yaptı gaz. 95, 9 million, 9,5 million. Bu kichi. 1 metr, 1,5 santimetr. 2,5 million. 12,5 dan qaytda ko'rib qo'yasiz. 7 million alasi olingan variant. Nech pul oldingiz mana shu? 12 million. 12 million oldi. Zo'r ekan mana shu.
12 million 600. Olingan varianti bilaman. Baho berib ko'rasiz. 1.5, 1.20 santimetr. Do'stlar, mana shu tarafdan o'sib chiqamiz, ho'kizlardan olamiz. Kichkina buzog'imiz 4.5 dan 7.5 gacha olsa bo'ladi. Tanalar sizdan emasmi? Mana shunaqalar 7.5, 8 ga ko'rdim. Mana shunaqa tana olaverasizlar. 1.20, 1.15 santimetr. Eng oxiri maydasi urg'och kichkinalari 4.5, 5 million. Boshqa arzonni ko'rmadim do'stlar. Qaysini? Ho'kizmi? Qancha? 18.5. Aytilyapti. Bozor qancha qilyapti? 17.5. 18 ga 17.5 ga berasan. Ho'kizcha 20 million aytilyapti, 16 million bozor qildi. Shunday aka? 16 million jazdan bermadi. Yo'qlari qalin. 16 millionga yo'q ana. 1.20, 1.18 mana shu atrofiga. Soatli mol qimmat. Mana bu ham shu 15, 16. Mana shuni shu taraf 16, 17, 18 mana shu atrof ho'kizlar. 19 aytyapsiz. 16.5 jazman bozor pul chiqardi. 1.25 bu yiga. Chiqadi, 1.25. Birdan endi o'tibdi-da. İstamam kitlarni ko'rasiz. Kitlar boshqacha ekan. 1.25 bu yiga. 16.5 ga puli chiqdi. Buni qancha puli chiqdi? Buni aka 15.5. 15.5. Bunisini 15 so'rayapti. Bu ham sizdan 15 so'rayapti buni. 25 million. Ho'kizda pulidan qimmat. Chesta qoni toza-da. Toza o'sha uchun puli qimmat. Ya endi kimdir nima qimmat deyishi mumkin-da. Qonun tekshirib ham berasizmi? Analiz qilib. Anodan apparatdan tekshirib. 25 million. Kreditda bermayapman dediz-a? Ikkovini. Urg'ochi mana bu ho'kizcha mana shvet. 25 dan beramiz. Yo'q, bir urg'ochi bir ho'kiz taylagan. Nomer qoldiramizmi bularga? Qoldiring, bir kaypiga bir tashlab qo'yaman bir 91lik 641 oltmish 01. Qayerda topadi? Ha? Mug'oltoy? Qayerda qaraydi? Bu Sharsabız Mug'oltoy qishlog'i. Yana qaysidan bu? Sifat bormi yana izi bundan? Qo'yib berasiz. Kichkina ama. Ya'ni kimdir bitta 10 ta qilmaydi, bitta zo'r bo'lsin deydi-ku. Shu qoni toza ekanda shunga nomeringizni qoldirib qo'ydi. Mana obunachilarga qiziq bo'lsa aka bog'lanib bitta tashlab qo'yib, mana ishdan keyin tomosha qilib charchoqlar chiqaraverasizlar, baylab qo'yib. Qon tozalardan deyapti. Ikkov 47 ga beriladi. Hammaga nasib qilsa bitta tilak bosib qo'yinglar. Surishtirdik. 45 millionga berilmayapti mana shu qani. 50 million aytib turibdi egalari. Baho berib qo'yasizlar. Oyog'i nima necha kim? Necha pulga chiqdi aka? Taroziga bilmayapti 55 dan. Ha, taroziga 55 dan, ha? Taroziga. 45 million. Bo'lsa 45 million bo'ladi, ha? Taroziga 55 dan. Oyog'i nima bunday bo'lgan ekan buni? 32 million aytilyapti. Bozor qancha qilay? 27 million. Mana Tyson yo chiroyli, qomat chiroyli tushgan ekan. Mana hammamizga nasib qilsa mana shulardan 10 ta baylab qo'yib, tomosha qilib bir kayfiga. O'g'ilga bir 10 ta bo'lsa boshqacha bo'ladi-da aka. Charchoq chiqaradi bu ko'rgan payt. 27 ta jazman puli chiqdi aka. Ha, baho berib ko'rasizlar. 25, 28 shunday chiqgan bu yerga. Bu sizdanmi? Necha chiqdi? Bilmayman men. Kimnikiligini bilmayman. Bu ham shu 35 dan yuqorida. Shunday emas. 35 ona kattasi, bu ham 35-40 ta tagiga ho'kizlar bilan. Shvit qancha bordi aka shvit? 22 million bozor qilyapti.
25-26 ni aytib turadilar. Katta. Bular qancha vaqtda aka? 20. Bular 18 ga. Ha, bozor qilgan, bermaysiz 18 ga. 20 dan ziyod ho'kizlar bular. 24, 23. Katta ho'kizlar. 8 million deb arzlashyaptilar, lekin 20 30 bilan aytganda 25-26 million ana atrofga ho'kizlar katta. Qancha sodasi puli? 45 million deding, hech kim ishtimadaga. 45 million. 45 million. Birov 40 bo'yiga, birov 40. 45 million sodasi bo'lyapti. Ha, deyilyapti, 45 million aytilyapti. Katta ho'kiz. Tamam do'stlar. Shvedni eng qoni tozalari, eng zo'rlari 3 ta bor ekan akamiz mana. 35 tani ikkovi katta. Biri 30 dan. Va alaykum assalom. 35 million aytilyapti. Qancha bozor qancha qildi? 57 million. Jupiga. 57 nech bilan tushyapti? 29 ga 28. 29 28. Bu ham ikkov kopiyada. 26 million qilyapti. Nomerda ayting. 99 082 082 02 04. 0204. Mana. Olaman fon tozalardan degan obunachilarimiz uchun 26 million. Mana shu nomerni qoldirib qo'ydik. Olib turib, baraka topsanglar, o'zga rahmat deb qo'ysanglar bo'ldi mana. Mana bunaqasi bo'lmaydi ko'chatni. Bundan ortiq tozalari bo'lmaydi. Qomatni ko'rib qo'yasizlar. 26 million bozor. Ho'kizlar olligini bayog'dan kichkina qo'ylarni olib ketamiz. Hozir bog'lanib akamizga Feruz o'z kanalidan kuzatib telefon qilyapmiz, bir kelishtirib bering deb jazmaga yopishsanglar, bir kelishtirib beradi menimcha akamiz. Adres qayerda? Sharsabizmi? Shaharda o'zi, ha? Mishka. Mishka mana tozalar. Qancha boryapti paka? 23,5 million so'rashyapmiz. 24,5 million so'rayapti. 23,5. Ha, 23,5. Nechi gibi? 25. 25 aytilyapti. Biri 30 bor ekan. 27 bor. 25 bo'lsa ketadi, ha? 25 bo'lsa ketadi deyapti. 23 mashina so'rab turibdi. Biri 30 katta zo'r shved ekan. Bu qancha bordi og'ayni? 20,5 bo'ladi. 23,5. Jivoyga qancha bor? Taxminan 430, ha? Mana sizlar go'shtini taxminan karakar qilib olaverasizlar. Realni 22 qildimi? 23,5 qildi. Ha, yerga yaqin go'sht bor ekanda. Endi go'shtga oladi, boqilgan. Ushlab turing dedi. Nechi? 2 bilan 700 so'rayapti mana. Bu ikkita kalli. Ta'zim Ikkita kal. borasini Son hisobi 4 ta bo'ladi-da. 4 ta. 2 bilan 200 mi? 2 bilan 700 ming. Ha, 2 bilan 700 ming. 2 bilan 700 1 million 350 dan tushyapti-da. Bitta qo'ydi puliga ikkita ina bilan olaverasizlar. Son hisobi 4 ta bo'ladi. Bo'ldi, mana shu jiyan boqqan. Jiyanniki qo'y. 4 million aytilyapti. 3 million 200, 3 million 300 qilyapti. Ha, boqa berib qo'yaverasiz. Realni 3 million 300 ga bordimi? Sovluq qancha bo'ldi? Sovluqda jiyan, nima qochasan? Akosh jiyan deydi-da. Akosh jiyan, otimi? Akosh. Jiyan ayt. Uyga qarasa, sovluqqa qara. Ha, qisir. Mana shu sovluqimiz 3 million 27 million bozor qilyapti. 100 ming, 50 ming qo'shib bersa ketadi. 2 million 8, 2 million 750 mana shu atroflarga. Mana yakka sovluq.
urg'och. Bozor qancha qildi aka? 2 million 300 ming urg'och. 2,5 aytilyapti. 2,5 aytilyapti. 4 oylik, 5 oylik bozor premyer. 4 oy, 5 oylik qo'zicha. Balas ketdi. Bu ina balam. Nechi pul mas ina balam? 5 million. Bozor qilganini ayting. 4 million. 4 million 200. Balasi urg'ochimi? Qo'chqorchi. Mana 2 millionga. Ya'ni bir dehqon bo'lsam, bir 3 million 8 4 millionga olsam bo'ladi, ha? Shunaqa mana. Balachasi qo'chqor. 4 millionga berasiz-da. Bermaysizmi? Bir 200 bular qancha? 2,5 million. Qisir. Aytilishi. 3 million. Bo'g'oz. 2,5, 2 millionga beradi. Bozor qancha qildi? 21, 22. Qisir, urg'och. Bo'ldi. Yo'q, tushganiz yo'q. Biz narxni olabilik. Zamma o'z bilsa kerak narxni oladi. Gapidan bilib olaverasizlar. Qo'zi qo'chqorlar qancha bo'lar ekan? 3,5 dan kelishtirib ayting. Obunachilar kelishtirib ayting. Bozor nechidan so'radi ikkovini? 5 million 600. 2,5 dan bo'lsa ham 5 million bo'ladi. 2 million. Siz ham tushiraymi? Ya bir xilla tushirma deyapti-da. Mana akaniki. Shuni aytaman-da, hamma tanisa kerak, biz Qashqadaryo. Ko'ban qo'y qo'chqorlar. Tavib bering, bir kelishtirib bering-da bo'lmasa. Qo'yda. Qo'zilardan tavib bering, arzonda. Ikkita qo'chqorcha. 2,5 dan aytilyapti. Bozor 22 xilda dedingiz, 22 dan shart o'tib berilmagan ekan. 2 million. Ha, 4 million 400 ga ikkovi. 50-100 ming qo'shyorsa beraversan, 44. 4,5. Berasan, ha? 4,5. Mana ikkita qo'chqor 4 million 500 ga olaverasizlar. Necha oylik? 4 oylik bormi? Dekabrda. Dekabr. 3 oy, 4 oylik bor ekan. 3 oylikdik. 3 oylik qo'chqorcha. Yem berib boqarsa bo'ladimi shular? Bo'ladi, ha? Bo'ladi, mana yemlab birdan boqib qo'yishga. 500 ming aytilyapti mana shu qo'rozga boqib beradi. 500 ming. O'zgam yiriyman. Buni sotildi, 300 ming sotildi. Yosh jo'ja urishdi degan. Olishtirib. Shumi? $100 qo'shgin. $100. Nima endi 500 ga sotyapsiz? Ko'z o'tirib qo'ygan ekan. Ha, ko'z o'tirib. $100 ga olingan. Ko'zi nima bo'lgan? Ko'r bo'ldimi? Bir taraf ko'r bo'lib qolibdi-da. Olishtirgan. Hech kim olishtiraman demaydi. Narxi sinni 500 mingga beraman deyapti. $100 ga olingan ekan. Quyonchalar qancha bo'lishi? 50 ming katta qo'llar kichkinalar 25, 20 mingga ham beradi. Kadilar yeyapti. Bular 15 ming maydarog'i, 20 ming, 25 ming, 50 ming, ha, katta kichikka qarab narxi chiqaveradi. Bular qancha? 60 ming? 60 ming. Urg'och. Bular qancha? 40 ming, 50 ming, ha? 45 ming. 45 ming. Qochganmi? Qancha? Qochgan. Tug'adi, ha? 150 mingdan? 100 mingdan berasiz. Yaponcha qancha? 80 ming. Jo'jalar qancha ekan? 10 mingdan deyapman. 10 mingdan. Bular qanchadan? Ular 40 dan kam. Sirog o'tganmi bular? Inkubatordan chiqqan. Nech pullar? 40 dan. 40 mingdanmi? O, 40 mingdan. 40 mingdan yaxshi tovuq beryapti-ku. Jo'jalar nech pul? Optim nech pul berasan? 8 mingdan sotyapman. 5 mingdan bo'lmaymi? 8 mingdan. Beruz.
30 ming, 20 ming desa. 20 ming, 30 mingga kaptirlar. Buni o'ynaydi-da bak, shunda ham. Uchib o'ynaydimi? Nima karomati bor buni? Buni chorshanba mana kelaverasizlar, kaptirlar ham bor. 20 ming, 30 ming, 25 ming olaverasizlar. 4 million 100 so'rayapti. Qo'chqor. O'zbekda. Ya kelishtirib beradi ha akaman sotib. Buni qancha bermadingiz? 2 million 100 ga bermam aka. 2 million. Qo'chqor ha? Ha, qo'chqor. Qo'chqor. 2 million 100 ga berilmadi, 4 million 100 ga. Ikkoviga bir 50 ming qo'sharsa beraverasiz, nasib bo'lsa, ha? Bo'ldi, savdoyingiz bersin, mana olib qo'ydik ekan. Ha, kimga qiziqsa nomerni qoldirib qo'yamiz, ayting ha. 91lik. 91lik 960 960 02 62. 02 62. Qayerdan topa? Shoshsam, Mo'minobodniki. Bor bundan yana? Boran topib beramiz. Bo'ldi, kelishtirib beraveradi ekan. 2 million 100 so'ra. O'zini ham o'yinda reklama. Shu rasmi 3 ta qisir boqilgan. Uchovni bir joyga 10 million bermadingiz. Nechi pul qo'shaydik aka? 100 mingmi, 200 ming qancha qo'shaydik? 12 bo'lsa olsin. 12 bo'lsa olsin, kim bo'lsa, ha? 3 ta mana boqilgan. Baho beraverasizlar. Semirganda dumalar chappa qaytib ketibdi. Joyga qancha bu bittasi? Nimaga qarab beryapsiz? 10 millionga berilmay, 12 million bo'lsa olyapti uchoviga. Mayli, savdoyingiz bersin, nima deymiz endi? Tamam do'stlar, mana shu videoni tugatib qo'yaveramiz. Qo'llangan chamasini oldik, yoritdik. Ertaga kitob bozorini chiqaramiz. Narxlar bilan muntazam tanishib borasizlar do'stlar. Maksimal like bosinglar, obuna bo'lmaganlar obuna qo'yinglar. Qiziqish, motivatsiya bo'lsin bizlarga bir sizlar uchun narxlar va ilk xalq uchun yoritib beramiz. Tanishib boraverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Fikr mulohazalarni kommentariyga yozib qo'yaveringlar.